Assalomu alaykum o'rtoqlar. Google Scholar'da Google Scholar'ga a'zo bo'lishni ko'rib chiqamiz. Google Chrome'ga kiramiz. Avvalo sizni Google Chrome'da akkauntingiz bo'lishi kerak. Masalan, mana meniki, bu o'g'limniki, bu ayolimniki. Xo'p, mana ayolimga ochmoqchimiz. Kirdik mana. Ya'ni bu yerda agar ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda ya'ni Google Chrome'da mana bu joyida va mana bu joyda akkaunt turibdi mana familiyasi bilan, pochtasi mana. Endi bu yerga katta qo'laylik. Bu yerga Google Scholar deb yozamiz. Mana profilga kiramiz mana. Mana xuddi shunaqa akademiya ochiladi mana. Shapkacha Google Scholar Profils. Mana endi bu yerga kirdik. Xo'p, o'zbekchaga o'girib oladigan bo'lsak, Google profilingizni sozlang. Endi bu avval demak kirgan ekan, buni sozlashni davom etamiz endi mana. Bu yerga mana profilda 3 ta bosqichi bor. Xuddi shu bosqichlardan o'tib olish kerak. Familiya, aloqadorlik, yana mana Guliston davlat pedagogika instituti tasdiqlash uchun o'zingizni mana bu pochtangiz mana bu pochtangizni so'rayapti mana. Shuni shu yerga yozamiz. Tak, qiziqish sohalari, masalan, umumiy nisbiylik nazariyasi, pedagogika va psixologiya. Bosh sahifa ixtiyoriy. Masalan, Gulduz deylik. Demak, bu xato deyapti. Iltimos, muassasangizning elektron pochta manzilidan foydalaning deyapti. Demak, muassasangidan foydalanamiz. Gulduznikini qo'yib yuboramiz. Keyingiz. Haqiqiy elektron pochta manzilidan foydalaning. Guldubi deb yozdik. Yo'q, bu ham ishlamayapti. Demak, ishlash uchun mana shu bosqichdan o'tib olishimiz kerak. Keyingisi deganimizda mana bu maqolalar sozlamalarga keladi va yakunlanadi. Mana aytayapti, maqolalaringiz iqtiboslarini kuzatib boring. Scholar'da paydo bo'ling deyapti. Mana shu 3-televizor 45 hisobini almashtirasanmi deyapti. Bo'lsa almashtirish kerak. Agar akkauntingiz almashgan bo'lsa, shuni almashtirish kerakdir balki. Bu yerga kirib olish uchun hozir Gulduni saytini ko'raychi. Gulduni saytini kiradigan bo'lsak, mana pochtasi mana GLSU info ekan. Mana GLSU info edu.uz. GLSU info kuchukcha edu.uz. Endi bunga kiramiz. GLSU.info GLSU kuchuk pastda chiziqcha info ekan. Pastda chiziqcha ekan. Kuchukcha edu.uz. Endi kirsa kerak. Endi o'tdi mana. Ikkinchisi mana maqolalar bo'ldi. Dilnoza Berikbayeva bo'ldi. Chet el bu siznikimi deyapti. Muhitga moslashish tajribasi bitta maqolasiz. 23-yil. Guruhlar. Hammasini tanlang. Mayli, tanlab turaylikchi o'tish uchun. Bu yerda nima deyapti? Maqola yangilanishlar.
Scholar'da avtomatik ravishda mavjud kiritilgan o'zgartirgan hop qo'llar profilda hammaga ochiq qilib qo'yish kerak. Elektron pochta orqali kuzatib boring. Ommaviy profil talab qilinadi. Taqdimotga maqollarni yangi iqtiboslar. Mana pochtangizga xabar olib turaman desangiz bosing, bo'lmasa yo'q. Mana Berikboyeva Dilnoza ochildi. Endi bu yerga surat qo'shib qo'yish kerak. Agar surat qo'shmasangiz sizni tanimaydi. Qo'shamiz. Bu qizni endi suratini tak. O'z suratini hozir topamiz. Keling, keyin o'zgartirib qo'yamiz. Hozircha любой bitta rasm tanlab turaveraylik. Mana bitta rasm qo'shildi mana. Rasmni qo'shdi. Elektron pochtani tasdiqla deyapti. Haqiqatan mana shumi deyapti mana. Demak, men tasdiqlayman. Голосуй info eduzga yuborib qo'yamiz. Demak, tasdiqlanmagan tasdiqlash elektron pochta xabarlar juda ko'p. Boshqadan yuborish. Demak, pochta to'la, u qabul qila olmaydi. Mayli, turib tursin. Endi bu yerda qidirish tugmasini bosamiz. Mana shu Dilnoza Berikboyeva Guliston davlat pedagogika institutida o'qiydi ekan. Tasdiqlangan elektron pochtasi yo'q. Bosh sahifa kuzatilmoqda deyapti. Iqtiboslar 17 ta ekan. Ya'ni bu buniki emas. Hozir biz topib olaylik buni. Maqola qidirish. Dilnoza Berikboyevaga tegishli maqola yo'q mana. Menikini qidiraylik, mana Berikboyev. Mana meniki bitta. Kasbiy ko'nikmalar. Masalan, shu o'ziniki chiqsa, bu qizniki yo'q ekan hali. Demak, chiqdi. Mana galочка qilib qo'shib qo'yamiz. Mana. Endi mana iqtiboslar mana ko'paydi. Mana o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak, ko'paydi. Bu zamonaviy fanda o'chirib tashlaymiz buni. Kerak emas, bu birovniki bu. Mana tezlik bilan kamaydi. Demak, endi bu yerga tahrirlash ham mualliflarda bunday qo'shadigan bo'lsak, mana masalan, bu do'st qilib meni qo'shyapti mana. Qo'shib qo'yadi. Mana, bu yerda men do'stim. Yana qo'shishim mumkin masalan. Kadirova degan so'z bor, Zuhra Qodirova bor ekan. Bular yo'q. Demak qo'shib qo'yish mumkin.